tabiiy ravishda viza berilishi vakolati bizni qo'limizda emas. Ya'ni o'sha fuqaro qayerga, Yevropaga bo'ladimi, Koreya yoki arab davlatiga qayerga chiqib ketayotgan bo'lsa ham, demak, ularda beriladigan vizani, demak, biz kontrol qila olmaymiz. Shuning uchun har safar aytiladi, biz nimaga kafolat beramiz? Hujjatlaringizni, demak, o'sha elchixona talabiga muvofiq ravishda tayyorlab berishga, to'g'ri tekis qilib tayyorlab berishga va agar har bitta aytaylik elchixonani viza berish prinsiplari har xil. Ba'zilarida demak suhbat ham bo'ladi, hujjat topshirayotganda, ba'zilarida bo'lmaydi. Suhbat topshirishga majbur bo'lgan holatda unga suhbat oldi konsultatsiyalar beriladi, ya'ni bu yerga kirganda qanaqa savollar tushishi mumkin va qanday javoblar o'zini qanday tutish viza olish koeffitsiyentini orttiradi. Mana shu narsalarni demak to'g'ri yo'naltirishga va'da berishimiz mumkin, lekin hech qachon aytaylik viza olishga 100% garantiya berilmaydi. Va shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, fuqarolarimizga foyda bo'lishi uchun agar kim sizga 100% vizani qayerga borishdan qat'iy nazar 100% vizani agar va'da qilayotgan bo'lsa, bu yerda faqatgina ikkita fikr bo'lishi mumkin menda. Birinchisi bu o'sha firibgarlik, ikkinchisi tajribasizlik.